Bugun zakazlarimiz ichida yana bitta noodatiy zakaz bo'ldi. Bu pechkamiz, zigzagli pechkamiz. Bu ikkita yut o'rtasiga moslangan holatda bo'ladi. Bu pechkamiz videolardan oldin ham qo'yganmiz. Bunisi pildirag'i yo'q variantda bo'ldi. Bu pechkamiz orqa tarafdan boshlaymiz obzorini. Ikkita probka tozalash uchun tutun zigzag holatda yuradi. Orqa duxovka qism. Ishlarni ochilib yopilishiga bitta e'tibor berasizlar. Chotki holatda. Xo'p, svarkalari. Bu pechkamizni pastki qism polniy komplekt turli materialda bo'ladi. Tepa qismimiz doimgidek 8 mmlik. Hop, zigzag qismimiz 2 materialda bo'lgan. Chig'anog'iga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, tashqaridan svarka quyilmagan. Akkuratniy holatda. Hop, pechkamiz o'tin ko'mir gazga moslashgan bo'ladi. Bu pechkamiz yana bitta narsani aytib o'taman. Bu polniy ruchnoy holatda bo'lgan, ya'ni balgatkada ochilgan eshiklari, boshqa ishlari lazerli apparatdan, sabab zakaz ruchnoy bo'lgan hisobiga ulgurmay qoldik. Ruchnoy ish qilishga to'g'ri keldi, lekin mana choklarni bitta e'tibor berib biz lazerli bo'ladimi, ruchnoy ish bo'ladimi, tepa bilan past oldi qismni yopishtirib qo'yamiz eshigini, oshini. Bu yana tortishni hisobiga, bu sekin ishlagan holatiga normaga keladi. Xo'p, lekin ochilib yopilishiga ta'sir qilmaydi bu narsa. Xo'p, pechkamiz narxiga keladigan bo'lsak, pechkamiz narxi 2 million 100 ming so'm. Bu pechkamiz hozircha birinchi vipskamiz. Ya'ni 3 yildan beri chiqarib kelayotgan bo'lsak, bu pechka faqat shu holatda, ya'ni faqat bu yerda pildirag'i bor, yo'q bo'lib chiqadi. Lekin bunga endi o'zgartirish kiritamiz. Yaqinda to'g'risi ikkinchi modeli bo'lib chiqadi bu. Xo'p, pechkamizni balandligi 1.10 cm. Bu yog'i pastki qism 43 cm, tepa qism 55 cm ga. Bunaqasiga 63 cm, bu yog'i 60 cm. Xo'p, bunimizni zigzagimiz qalinligi 12 cm, yaqinda o'zgaradi, razmerlari, ko'rinishlari jinday. Yana ham qulayroq bo'ladi. Bu ham uni isitishda muammo bo'lmaydi, lekin pechkamizni tozalashda ichi muammo bo'lyapti. Shuning uchun yangilik qilmoqchi bo'lyapmiz. Bundan ko'ra yana ham takomillashgan holatda bo'ladi. Pechkamiz 5 metrgacha bo'lgan, 6 metrgacha bo'lgan, ikkita xonani o'rtasiga quriladi, bemalol isitsa bo'ladi. Go'zal holatda ishlab beradi. Agar oshxona bilan hammom bo'ladigan bo'lsa, o'rtasiga qursa bo'laveradi. Bu taraf hammom tarafga, oldin oshxona tarafga qilib ishlatsa bo'laveradi. Bu probkalarni ham oldiga olib beramiz shunda. Orqa tomonda bo'lmaydi. Xo'p, narxini aytib o'tdik. Manzilimiz Andijon viloyati. Qolgan viloyatlarga dastavka qilib chiqarib bera olamiz. Dastavkasi pulli bo'ladi, kelishilgan holatda. Ekranga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefonda yoki telegramdan yozsanglar berib o'tamiz.